Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs. Nafsni poklash silsila darslaridan birodarlar, ishonch manzilatini o'qiyotgan edik. Davom etamiz. Ochiq, aniq haqiqat. Astagfirullah. Fatavakkal alalloh innaka alal haqqil mubin. Bas siz Allohga tavakkul qiling, albatta siz ravshan haqiqat ustidadirsiz. Haqqul mubin. Haq bu yaqindir, ishonchdir. Hatta atanal yaqin, to bizlarga aniq narsa kelgunicha, ya'ni o'lim kelgunicha deydi. O'lim yaqin, aniq narsa. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Haq yaqin narsa, ya'ni aniq narsa. Inson nima uchun Allohga tavakkul qilmaydi? Chunki ishonmaydi. Bir odam qattiq kasalga duchor bo'ldi. Umidsizlikka tushadi. Chunki doktorlar bu dardning davosi yo'q. Bu darddan tuzalgan odam yo'q deb uni tushkunligiga sabab bo'ladigan so'zni aytsa, tushkunlikka tushib ketadi. Nima uchun tushkunlikka tushadi? Chunki unda ishonch nochor. Alloh taolo har qanday dardga shifo berishlikka qodir ekanligiga ishonchi zaif. Agar mana shu ishonchi kuchli bo'lganida kasali har qancha qattiq bo'lsa ham, katta bo'lsa ham umidsizlikka tushib qolmas edi. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketaman. Inshaalloh shifo beradi. Faqir odam, kambag'al odam u yoqqa uradi o'zini, bu yoqqa uradi o'zini, hech bir natija bo'lavermaydi. Qo'lida bir 3-4 chaqa to'planmaydi, doim kam xarjlik, doim yetishmovchilik. Nima uchun bu tushkunlikka tushadi? Buni ham ishonchi zaifda. Alloh uni boy qilib qo'yishligiga bo'lgan ishonchi zaif. Agar ishonchi Allohga bo'lgan yaqini kuchli bo'lganida bu tushkunlikka tushmagan bo'lar edi. Demak, birodarlar, qalbning og'ir kasalliklaridan, nafsning og'ir kasalliklaridan tushkunlik, umidsizlik. Tushunarlimi? Kim tushkunlikka tushar ekan? Allohga bo'lgan ishonchi zaif inson. Ammo Robbisiga bo'lgan iymoni, ishonchi, yaqini kuchli bo'lgan odam hech qachon qayg'uga, tushkunlikka tushmaydi. Chunki u inson ulug' Robbning bandasi. Robbning eshiklari esa, rahmat eshiklari bandalarning oldida hech qachon yopib bo'lmaydi. Doim ochiq bo'ladi. Tavba eshigi doim ochiq. Ato qilish eshigi doim ochiq. Beradi menga Alloh deydi. Demak, fatavakkal alalloh innaka alal haqqil mubin. Bas siz Allohga tavakkul qiling, albatta siz ravshan haqiqat ustidadirsiz. Ulamolar aytishadi, agar ishonch, yaqin qalbni egallasa, insonning qalbida ishonch, yaqin mustahkam o'rnashadigan bo'lsa, bu qalb nurga, yorug'likka to'ladi. Bunaqa qalbda tushkunlik, g'azab, norozilik degan narsa turmaydi. Chunki boyaga ishonch chiqarib tashlaydi. Hamma tushkunlikka tushib, umidsizlikka tushib, qaltirab, dovdirab qolganda nima deydi? Allohga tavakkal deydi. Alloh bir yo'l ko'rsatadi deydi. Qo'rqma bolam deydi. Allohni aytgani bo'ladi. Boshidan aytish kerak-da buni. Bas ana shu ishonch, yaqin qalbni Allohga bo'lgan muhabbat bilan to'ldirib qo'yadi. Kuniga rozi qilib qo'yadi. Shukrga to'ldirib qo'yadi. Tavakkulga to'ldirib qo'yadi va Allohga suyanishlikka to'ldirib qo'yadi. Shuning uchun ishonch, birodarlar, hamma yaxshi maqomatlarning asli va unga boshlovchisidir. Ishonchning zaifligi. Nimaga odam riboga pul oladi? Islomda aytib qo'yibdi, shariatda, riboga pul olgan odam Allohga qarshi qilich ko'targan odam. Riboga pul olgan odamning xor bo'lishligida shubha yo'q. Ikki dunyoda Alloh bu bandani xor qiladi dedi. Ikkita odam turibdi xabarda oldida. Bittasi ishondi bunga, shart to'xtatdi yoki bo'lmasam bu riboga umuman kirmadi. Ikkinchisi
Bu ikkinchi riboga kirayotgan odam undan burun mana shu riboga pul olgan odamning nima bo'lganligini ko'rgan. Xonavayron bo'lib ketgan odamni ko'rgan. Bir nechtasini ko'rgan. Endi nimaga yana olaveryapti? Nima deydi? Olayotib, men deydi o'sha singucha deydi chiqib ketib qolaman deydi. Bir reys borib kelsam, shat deydi kreditni prosent yopib qo'yman, qutulib ketaman deydi. Ishonmayapti-da boyaga oyatga, hadisga. Domlalarda aytganiga ishonmayapti-da. O'sha ishonchi zaifligi uchun kiradi. Nimaga ko'rib turib ibrat olmayapti desa, uni ko'zi ko'rmas, uni qalbi ko'r. Uni qalbi ko'r. Aytilyapti. Nazardan qolma, yomon bo'ladi deyapti. Nima endi nazardan qolma deb? Dalilingiz bormi bunga oyatdan, hadisdan? Voy, xo'p, ishonib qo'yavergan, shu domlaga aytayapti, nazardan qolma, kattalarning nazardan qolma. Ilmli odamlarning nazaridan temboli qolma. Ilmli odamlarda g'iybat qilma. Ilmli odamlar g'iybat qilingan majlisda o'tirma. Buni oqibatda chataq bo'ladi desa, nima bo'pti deydi. Nimasi zaif? Ishonchi zaifda. Eskilar manoni qilma degan, nima bo'ladi desa, yomon bo'ladi degan. Desa shu otasini, onasini gapiga ishonib o'sha ishga kirishmay qo'yavergan. Ishongan otasini shu gapiga. Qaysi gapiga? Yomon bo'ladi. Ha, bizni davrimizdagilar ko'p aytib, bu siyqat chiqib ketdi bu mavzuda. Esli bo'lib ketgan hozirgi yosh avlod, ilmli bo'lib ketgan oshiqcha dalilingiz bormi deydi. O'sha dadangning gapi dalil agar tushunsang. Tushunarlimi ukalar? Nazardan qolmanglar. Ilmlimi, ilmsizmi, yosh kattami, hurmat qilib qo'yaveringlar. Imom Junayd aytadi. Al-yaqinu huwa istiqrarul ilmi. Yaqin ishonch ilmning qalbga mustahkam o'rnashishidir. Ribo harom, riboga kirgan odam ikki dunyoda xor bo'ladi. Mana ilm. Eshitdi. Mustahkam o'rnatishdimi qalbiga? Demak, ishonchga aylandi. Ishonch yuksalgani sari bandani amali kuchayadi. Sobitligi, sabri, toqati quvvatli bo'ladi. Bunaqa ishonch egasi qiyinchilik, mashaqqatlarga chidamli bo'ladi. Bosimlarga bardoshli bo'ladi. Bunisi ham o'tib ketadi deydi. Shuning uchun ishonchi mustahkam bo'lgan odamni ancha-muncha narsa gangitib qo'ymaydi. Tushkunlikka tushirib qo'ymaydi. Chunki mana shu ishonchi bo'lmagan odam, Allohga bo'lgan ishonchi zaif bo'lgan odam ozgina qiyinchilikka, ozgina mashaqqatga chidamaydi-da, o'zini qatl qilishlik o'yiga ham boradi. Mana shu g'arbni qaranglar, balki mana Koreyani qaranglar. Kreditga o'tirgan hammasi, karta bilan yashaydi. O'sha kredit yopadigan ishi yo'q bo'lib yoki bo'lmasa firmasi bankrot bo'lsa, shat o'sha 10-etajda oshib turib, derazadan irg'ib olar ekan. O'lsa qutular ekan. Ha $10,000 ha $100,000 joningga qasd qilasanmi? Nimaga tushkunlikka tushding? O'zi shu haromga kirgani uchun tushkunlikka, problemaga kirdi. Allohga qaytganida Alloh muammoni yechimini berar edi. Ishonch yo'qda, ishonch. Hozir o'zi yangi shu ishni yuzayotgan ukalarimizga nasihat qilib chiqdim-da. Ey, yangi ish boshlaganlar. Musulmonsan. Tavhiddasan. Haromdan uzoqsan. Qo'lingdan kelgancha taqvo qilyapsan. 5 mahal namoz o'qiysan, roza tutyapsan, sadaqa ihson qilyapsan. Bunaqa bandani Alloh tashab qo'ymaydi. Ishonaver. Seni muammoing nimada? Hamma amaling zo'ru, e'tiqoding ham zo'ru. Muammoing nimada? Shoshib ketyapsan. Sen bir yil do'kon ochsang, siraz pul unaqa bo'lmaydi. O'sha katta savdogar, ancha ishini yo'lga qo'yib qo'ygan biznesmenlarni qaraganda necha yilda yetib keldi shu yerga. Sen ishonching komil bo'lsin, birodar. Sen mo'minsan, taqvodasan, halolsan, xayr-ehsoning bor. Ota-onangning duosini olyapsan, xalqqa xizmat qilib duo olyapsan. Sening ishing yaxshi bo'ladi, ishon. Faqat mehnat qil, sabr qil, kut, shoshilma.
Hozirgi avlodda ayni shu narsa yo'q. Nima yo'q? Sabr yo'q, kutish yo'q. Hamma narsa bo'lish kerak va birdaniga bo'lish kerak. Unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi. O'sha biznesing cho'kib ketmayaptimi? Orqaga ketmayaptimi? Bir xil turibdimi? Ko'paymayapti, lekin ozaymayapti ham. Tirikchiliging o'tib turibdi, kamikating bo'lib turibdimi? Sabr qil. Alloh qo'llayman degan. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu degan. Kim Allohga tavakkul qilib suyansa, Alloh uni ishini qo'llaydi, o'zini qo'liga oladi degan. Ishonasanmi shu oyatga? Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Alloh taolo aytayapti, kim taqvo qilsa, Alloh unga chiqib ketadigan joyni ko'rsatadi. Muammodan chiqib ketadigan yechimni ko'rsatadi. Orqasidan va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kutmagan joydan rizqini beradi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamning ishi Allohning qo'lida. Allohning aytgani bo'ladi. Va har bitta narsaga Alloh taolo o'lchovni qo'ygan. Har bitta narsaga yetishning nimasi bor? Vaqti bor. Birodar, ishonching komil bo'lsin. Sen mo'minsan, Allohga tavakkul qilgansan, taqvo qilyapsan, qo'lingdan kelgan Alloh taoloning buyruqlarini bajaryapsan. Seni qo'llaydi, ishon. Ikkilanma, shubhaga tushma. Shoshilma. Shoshilma. O'sha zo'r biznesmenda, katta puldor bo'lib ketgan savdogarning oldiga borib so'raginda hayotini, tarixini, shu biznesini boshlanishini nimadan boshlagan? Agar siz bilan bizni ham shunga o'xshagan ozgina qiyinchiliklar, mashaqqatlar vasvasaga solayotgan bo'lsa, bir o'zimizni tekshirib qo'yishimiz kerak. Agar bizni ham ozgina kurs ko'tarilishi, ozgina bozorda narxlar o'ynab ketishi, ozgina ko'cha buzilar ekan, do'konlar ketar ekan degan xabar vasvasaga solib, qo'rqitib, vahimaga solib qo'yayotgan bo'lsa, biz ham bir ishonchimizni, yaqinimizni tekshirib qo'yaylik. Nima endi bu do'kon yopilsa, Alloh taolo boshqa yerdan do'konni ochib beradi. Chunki rizqni bitta eshigini yopsa Alloh, albatta rizqingiz bormi? Yashaysiz. Yashashingiz taqdir qilinganmi? Nimangiz bor? An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna nabiy sallallohu alayhi vasallam qala robbukum azza va jalla. Alloh taolo hadis qudusida shunday deydi. Diqqat qilinglar-da. Law anna ibadi ata'uni la asqaytuhumul matara bil-layl va atla'tu alayhimush shamsa bin-nahar va lama asma'tuhum sawtar ra'd. Alloh taolo aytayapti. Agar bandalarim menga itoat qilishganida edi, albatta men ularni tunda yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edim, kunduzlari esa ularga quyoshni chiqarib qo'ygan bo'lar edim va hargiz ularga chaqmoqning ovozini eshittirmagan bo'lar edim. Nima degani? Uxlayotganingizda yomg'ir yog'adi, barakot, uyg'onganingizda kun chiqadi, xayriyat, kengchilik, yorug'lik va hech qachon ularga chaqmoqni, mamo guldurayning ovozini eshittirmasdim. Qalbiga qo'rquvni solmas edim. Chaqmoqni eshitganda qo'rqamiz-ku. Agar menga itoat qilishganida mana shunday yaxshiliklarni berardim, deyapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz aytadilar: "Inna husna zonni billahi azza va jalla min husna ibadatillah." Albatta, dedilar Rasululloh, Alloh haqida yaxshi gumonda bo'lishlik Allohga qilingan ibodatning yaxshiligidandir. Alloh haqida yaxshi gumonda bo'lishlik eng yaxshi ibodat bo'lyapti. Alloh sizni qo'llashi, sizni tashab qo'ymasligiga aniq ishonishingiz. Ishonch, yaqin. Nima? Ishonch, yaqin. Sobit bo'lgan, o'zgarmaydigan ilmning qalbga mustahkam o'rnashib qolishidir. Ishonch nima ekan? O'zgarmaydigan, sobit bo'lgan ilmni qalbga mustahkam o'rnashib qolishligi ishonch deyilar ekan. Mustahkam o'rnashgan bo'lsa bu ilm, bu o'zgarmaydigan ilm, inson hech qachon ikkilanmaydi. Qalbni to'laligicha egallab olgan, sobit, mustahkam, o'zgarmas ilm. Nima deymiz?
o'zini yurtida turganda aroqda harom ekanligiga iymoni komil, ishonchi komil, kofir mamlakatga borsa ham o'sha ishonchida turadi. Zino harom ekanligi haqidagi ilm qalbiga mustahkam o'rnashgan, ishonchga aylangan, o'sha fahsh to'lib ketgan mamlakatlarga borsa ham o'sha e'tiqodi bilan turadi. Riboga qo'l uradi inson. Nima uchun? Ishonmagani uchun. Savdoga, harom savdoga kiradi. Nima uchun? Ishonmagani uchun. Abu Bakr Varroq aytadi, ishonch qalbning mulkidir. U bilan iymon komil bo'ladi. Yaqin bilan Alloh taniladi. Allohdan kelgan narsa aql bilan o'rganiladi. Alloh azza va jallaga ishonchi mustahkam bo'lgan banda hech qachon Alloh uni o'zini holiga tashlab qo'ymaydi. Albatta Alloh qo'llaydi. Faqat nima qilmay tursin banda? Shoshilmay tursin, mehnat qilsin, taqvoda bo'lsin, duo olsin va kutsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.